Hurmatli tildoshlar va azizlar, 9 fevral kuni 1441-yil buyuk mutafakkir, shoirlar sultoni Mir Alisher Navoiy hazratlarini tavallud ayyom. Bu tavallud ayyomdan 585 yil o'tibdi. Buni barcha dunyoni turki xalqiga va barcha dunyodagi ilmsevar, tilsevar, bilimsevarlarga chin ko'nglimdan muborak va qutlug' bo'lsin deb aytaman. Mir Alisher Navoiy o'sha zamonlarda o'zbek qavmi uchun bir shobaytlarini ham sizlarga eslataman. Shohu toju xil'ati kim men tamosho qilg'ali, shohu toju xil'ati kim men tamosho qilg'ali, o'zbegim boshida qalpoq, egnida shirdog'i bas. O'zbegim boshida do'ppi, egnida shirdog'i bas.